aholi ko'pligida passansangiz yonib ketardi, hattalab suysiz o'tirardik. Keyin remont qilingandan keyin 2 kun yo 3 kun yonardi, yana suysiz o'tirardik. Aholi ko'p edi. Passansamiz nagruzkada ishlardi. Agar yodingizda bo'lsa, bundan bir necha oy avval aynan nosoz eskirgan transformator sababli yuzaga kelayotgan muammolardan norozi bo'layotgan Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Kanizar bir mahallasida yashovchi fuqarolarning murojaatini o'rgangan edik. Transformator 160 ta fuqaroga mo'ljallangan xonadonga ishlashi mana ding'illab majburiyatni ishlayotibdi. Cherezdan montorlash yerga yotqizsa ham bo'ladi-da o'zlari. Kecha sovuqlarda ham tirs etish bilan qo'yib yuboradi. Ta'mirlash kerak bo'lib qolsa, West Bag'dodda to'kini uzib, keyin buni ta'mirlanadi. Qishloqda yarimidan ko'pi to'ksiz o'tiradi. Bu yerda 617-transformator punkti bor, u ham yuklama bilan ishlayapti. Uni biz kapremontga, mukammal ta'mirga tushirganmiz. Mana bu mart oyida mukammal ta'mirlab beramiz. Keyin yana qo'shimcha yoniga tepib qo'yishga harakatini qilyapmiz. Transformator qo'yilgandan keyin hamma muammomiz hal bo'ldi. Svitlarimiz tiniq yonyapti, suv nasozlarimiz ishlayapti. Hamma xursand. Oradan vaqt o'tib biz yana o'sha manzildamiz. Quvonarlisi bu yerga yangi transformator o'rnatilib, 100 ga yaqin xonadonlarning har biri sifatli elektr energiyasi bilan ta'minlangan. Demak, millarda yana bir natija. Hozir mana Xudoga shukr mahalla elektrosvet hokimiyat yordamida tepa qo'ydik. 250 ta tepa qo'ydik. Xudoga shukr hozir yaxshi. Hokimiyatga, Bag'dod tumani hokimiyatiga, elektrosvet rahbarlariga, millarga kattakon rahmat. Endi mana Xudoga shukr yaxshi. Mana shu pastansiyalar qo'yildi, yaxshi bo'ldi. Mahallamiz ham ancha xursand bo'ldi. Hammasiga rahmat. Elektrosvetdagilar ham shu sovuq kunlar ham kelib ishlashdi, rahmat ularga ham. Millarga rahmat. Yangi transformatorlar qo'yildi. Hozir endi bu transformatorimiz hozir 92 ta aholiga xizmat qilyapti. Bu 250 lik transformator. Hozir ventilyator ham enyapti, konditsioner ham ishlayapti, choy ham qaynayapti, hammasi bo'lyapti. Xudoga shukr harakat qildik, biz ham harakat qilishlarga qo'shilib o'zgarish bo'ldi. Mana sizlar yordamlaringizdan, hokimiyat yordamidan hammasiga rahmat. Mana pastansiyalarimiz ham yangilandi. Endi mana ko'rib turibsizlar, mana xavfsiz bo'lib qoldi. To'klarimiz ham kuchaydi. Hattoki hali chiroqlarimiz ham yonmay kechki payt o'chib qolardi. To'k ko'paysa yonardi, bo'lmasa o'chib qolardi-da. Aksariyat unaqa lampcha siqib o'tirardik kechki paytlar. Mana hozir bemalol ishlayapti, mana aristollar yaxshi ishlayapti, to'kimiz kuchli. Millarga rahmat, mana hamma xursand hozir mana. Biz ikkinchi Bag'dod nuqtai aholisi murojaati asosan hudud o'rgandik. Haqiqat o'rganganimizda bitta transformatorimiz, 106 transformatorimizda 200 dan ortiq 300 ga yaqin aholi foydalanib kelayotgani aniq bo'ldi. Haqiqatan ham aholini elektr energiyasi talabi nihoyatda past, kuchlanishi nihoyatda past edi. Keyin aholi bilan biz maslahatlashdik. Keyin hashar yo'li bilan o'rtada qilib yangi transformator o'rnatdik. Hozir mana ikkinchi Bag'dod mahallasida bu yangi transformator 250 ta transformator 100 ga yaqin aholi bundan foydalanyapti. Hozir bu mahallalarda, bu aholining uylarida sifatli darajada elektr energiyadan foydalanib kelinmoqda. Hozirda hech qanday muammosi yo'q. Hamma muammo hal etildi. Mazkur hududda yashovchi aholini bir necha yillardan buyon qiynab kelayotgan bu muammoni ijobiy hal etishda ko'maklashgan Bag'dod tumani hokimligi, Farg'ona hududiy elektr tarmoqlari korxonasi Bag'dod tumani bo'limi xodimlariga Millar dasturi nomidan minnatdorchilik bildiramiz va biz natijalar qilishda davom etamiz.